Assalomu alaykum aziz fasad kirish bozori. Mana navbatdagi obyektimizga keldik. Rishtonni Oqyerga Gulzor mahallasiga yetib keldik. Mana obyektimiz devorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu obyektimiz 110 kvadratcha ekan. Eski xonada mana sinchlardan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. 3D o'qishlarimizni bo'ldi. So'killarga BSK qilib beramiz. Mana shunday holatdagi devorlarga o'ylanib turgan xonadon egalariga pastda nomerlarimizni qoldiramiz akalar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Bitgan holatni ham videolarini qo'yib boramiz. Juda chiroyli holatga keltirib qo'yadi. Vasatni bilkalarimiz mana yuklarimiz yetib kelgan. Rekalari sasna bo'ladi, 6 ga 2 bo'ladi. So'killarimiz BSK. Chekkalariga mukridan chiroyli qilib plastrlar qilib beramiz, xudo xolasa. Mana shunday holatlarda bundan og'irroq holatdagi devorlarni ham qilganmiz. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Kimga shunaqangi qishlar kerak bo'lsa, xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor, ko'rsatilgan narxlarda.